Kichik yoshdagi o'quvchilarning nutqini o'stirish yo'llari va vazifalari. Nutq va uni o'stirish tushunchasi. Nutq turlari. Nutq arabcha so'z bo'lib, so'zlash, gapirish degan ma'nolarni anglatadi. Tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, so'zlovchining til vositalaridan foydalanish jarayoni va shu jarayonning hosilasi. Nutq kishilik jamiyati taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Nutq orqali kishilar o'zaro fikr almashadilar, o'z fikrlarini boshqalarga yetkazadilar. Umuman, nutq inson hayotida eng zaruriy vazifani bajaruvchi noyob qobiliyatlardan biridir deyishimiz mumkin. Nutq insonlarni hayvonlardan ajratib turuvchi eng muhim belgilardan hisoblanadi. Shuning uchun nutqning shakllanishi va rivojlanishi har bir insonda o'ziga xos hamda biroz murakkabroq jarayon hisoblanadi. Bu jarayonni o'rganish va tavsiflash uchun ko'plab chet el va o'zbek tilshunos olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Xususan, pedagogika fanlar nomzodi Abdullayev, pedagogika fanlar doktori Abdullayeva, professor Qosimova, Turdiyeva, G'ulomov, Asqar va Matjonov kabi olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Bundan tashqari, bola nutqi asosan maktabgacha bo'lgan davrda shakllanganligi sababli maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishga bag'ishlangan ilmiy ishlarning soni ko'pchilikni tashkil etadi. Shular qatorida Babayevaning Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi nomli darsligini alohida keltirishimiz mumkin. Bu darslikda asosan maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirish jarayonlari haqida so'z boradi. Bu mavzudagi yana bir o'zbek olimi Qosimova tomonidan yozilgan 1-sinfda nutq o'stirish nomli qo'llanmani keltirishimiz mumkin. Bu qo'llanmada asosan savod o'rgatish davrida o'quvchilar nutqini oshirish yo'llari haqida fikr-mulohazalar keltirib o'tilgan. G'ulomov Qodirovning O'zbek tilida nutq o'stirish metodikasi nomli kitobida nutq o'stirishning nazariy va amaliy ahamiyati, nutq o'stirishga doir mashqlarni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berilgan. To'g'liyev, Shamsiyeva, Ziyodovlar tomonidan yaratilgan o'zbek tili o'qitish metodikasi qo'llanmasida o'quvchilar nutqini o'stirish, lug'atini boyitish metodikasiga alohida e'tibor qaratilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, Qosimova bosh muallifida yaratilgan ona tili o'qitish metodikasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining bog'lanishli nutqini o'stirish metodikasi alohida bo'lim sifatida ajratilib, nutq o'stirishning metodik shartlari, aspektlari, yo'nalishlari hamda so'z, gap va bog'lanishli nutq ustida ishlash metodikasi keng yoritilgan. Nutq o'stirish masalasi nafaqat boshlang'ich ta'limning, balki maktabgacha ta'lim davrining ham muhim masalalaridan biridir. Chunki bolaning nutqi asosan maktabgacha yosh davrida shakllanadi va bola hayoti davomida ishlatadigan juda ko'plab so'zlarni ayni shu yosh davrida o'rganadi. Shu sababli nutq o'stirish masalasiga oid maktabgacha ta'lim sohasi vakillarining ilmiy ishlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Jumladan, Loginova, Laykovskaya, Gerbova va boshqalarning tadqiqotlarida bolalar ona tili leksikasini o'zlashtirib olishlarining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Nutq va fikr almashish jarayoni eng muhim hayotiy ehtiyojlardan biri bo'lganligi sababli bolalarning nutqini o'stirishga kichik yoshdan ahamiyat qaratilishi lozim. Nutq o'stirish tushunchasiga ham turlicha talqinlarni keltirib o'tishimiz mumkin. O'quvchi uchun nutq o'stirish bu nutqni har tomonlama rivojlantirish tushuniladi. Nutq o'stirish jarayonini hozirgi kunda nutqiy kompetensiyalarni yozish, tinglab tushunish, o'qish, so'zlash har tomonlama takomillashtirishni tushunishimiz mumkin. Bolalar hayotidagi eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni 7-10 yoshgacha o'rganib oladi. Aynan mana shu davrda bolaning eslab qolish qobiliyati ham yuqori darajada bo'ladi. Shuning uchun aynan shu yoshlarda nutq o'stirish uchun zarur vaqt hisoblanadi. Bu davrda o'quvchining nutqini rivojlantirish jarayoniga o'qituvchi bilan birgalikda ota-onalar ham e'tiborli bo'lishlari lozim. Chunki har qanday ko'nikmani bola avvalo o'z oilasidan o'rganadi. Nutq rivojlantirish jarayonida eng muhimi bu muloqot uchun muhitning yaratilganligidir. Ma'lumki, biz biror narsaga ehtiyoj sezganimizdagina shu ishni bajaramiz. Shunday ekan, bolaning nutqini rivojlantirish uchun uning nutqiga talab bo'lishi kerak. Nutqni rivojlantirish jarayonida bir nechta vositalardan foydalaniladi. Birinchi, muloqot jarayonini o'rganish. Biror jarayonni o'rganishda kuzatish eng muhim bosqichlardan hisoblanadi. Ya'ni, bola atrofdagi muloqot jarayonlarini kuzatish orqali ham o'zida ko'nikmalarni shakllantirishi mumkin. Ikkinchi,
Madaniy til muhiti o'quvchining atrofida, ya'ni u yashayotgan jamiyatning muloqot madaniyatiga qanchalik ega ekanligi unda ushbu madaniyatning shakllanishiga albatta ta'sir ko'rsatadi. Uchinchi, badiiy adabiyot. Nutqni rivojlantiruvchi eng muhim vositalardan biri bu badiiy adabiyotdir. Adabiyot o'qish orqali o'quvchi tilning beqiyos xazinasi bilan tanishadi hamda uni o'zlashtiradi. To'rtinchi, turli xil san'at turlari. San'atning har bir turidan ko'plab ko'nikmalarni shakllantirish mumkin. Masalan, kino san'atini olsak, kinofilmlarni tomosha qilish orqali yoki teatr tomosha qilish orqali ham kishi o'zidagi bir qancha ko'nikmalarni rivojlantirishi mumkin. Ayni shuning uchun ham o'quvchilarning nutqini o'stirish uchun rasmlar asosida gap tuzish yoki hikoya yozish topshiriqlarini ko'plab uchratishimiz mumkin. Nutqni rivojlantirish quyidagi omillar o'z ta'sirini o'tkazadi. Birinchi, to'g'ri nutq muhiti. Ikkinchi, ta'lim muassasalarida o'qitish. Uchinchi, oilada tarbiya. To'rtinchi, muntazam nutq amaliyoti. Beshinchi, boshqalarning nutqi ta'siri. Nutqni insonlar uchun o'ziga xos qurol deb aytishimiz mumkin. Chunki insonlar muloqotga kirishish, ta'lim olish, til o'rganish jarayonida ushbu quroldan foydalanadilar. Nutq bir qancha mezonlar asosida turlarga bo'linadi. Masalan, ifodalanishiga ko'ra og'zaki va yozma nutq ajratishimiz mumkin. Og'zaki nutq tovushlar yordamida ifodalangan nutq hisoblansa, yozma nutq esa harflar yordamida amalga oshirilgan nutqdir. Og'zaki nutq ko'p hollarda dialog ko'rinishida namoyon etilsa, yozma nutq monolog tarzda amalga oshiriladi. Eng e'tiborli jihati, yozma va og'zaki nutq barobar tarzda rivojlanishi lozim. Buning uchun esa o'quvchidan nutqiy kompensatsiya elementlarini to'liq egallashlari talab etiladi. Nutq yuzaga chiqishidan oldin so'zlovchi o'z fikrlarini ichida o'ylab shakllantirib oladi. Bu jarayon ichki nutq deyiladi. Nutq tovushlari yoki grafik harflar orqali aks ettirilgan va boshqalarga qaratilgan nutq esa tashqi nutq hisoblanadi. Bu ikki nutq turi ham o'zaro bog'liq hisoblanadi. Chunki tashqi nutqqa kirishishdan avval o'z fikrlarini to'liq va ketma-ketlikda shakllantirib olish muhim hisoblanadi. Bu so'zlovchini noo'rin fikr bildirishdan saqlaydi. Ushbu holatni ayniqsa maktab o'quvchilari uchun muhim jarayon hisoblanadi. Buni xalqimizda mashhur bo'lgan avval o'yla, keyin so'yla naqlidan ham tushunib olishimiz mumkin. Ba'zi adabiyotlarda nutq rasmiy va norasmiy turlarga bo'linganligi ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu turlarga bo'linishi bevosita nutq uslublari bilan bog'liq. Yozma nutqning so'zlashuv, badiiy, publitsistik uslublardagi nutq norasmiy nutq hisoblanadi. Chunki bu uslublarda so'zlardan erkin foydalaniladi, ma'lum qoliplarga amal qilinmaydi. Rasmiy va ilmiy uslublardagi nutq esa rasmiy nutq hisoblanadi. Bu nutq turida ma'lum qonun qoidalarga bo'ysungan holatda qoliplardan foydalanib nutq yuzaga keladi. Asosan rasmiy uchrashuv, konferensiya va majlislarda ushbu nutq turidan foydalaniladi. Asosiy maqsad, ya'ni nutqni rivojlantirish uchun quyidagilarga e'tibor qaratish muhimdir. Birinchi, so'z boyligini boyitish va faollashtirish. So'z ma'nolarining ko'p qirraliligini namoyish etish. Ikkinchi, nutqning grammatik tuzilishini shakllantirish. Turli jumlalarni tuzish uchun grammatik qoidalarga muvofiq so'zlarni o'zlashtirish, normalarni o'zlashtirish. Uchinchi, nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash. Ona tilining barcha tovushlarini eshitish va to'g'ri takrorlash qobiliyatini shakllantirish, intonatsion tizimni, talaffuzni va so'zlarni o'zlashtirish ustida ishlash. To'rtinchi, monologik va dialogik nutqni rivojlantirish. Beshinchi, badiiy adabiyot bilan tanishtirish. Kishi yuqori sifatli badiiy asarlarni qanchalik ko'p o'qisa, uning nutqi shunchalik yaxshi bo'ladi. U izchil xabarlarni tuzish, voqealarni qayta hikoya qilish va badiiy so'zlarga qiziqish shunchalik ko'p bo'ladi.